Assalomu alaykum hammaga. Do'stlar, bugun hamma jo'jalarimizni obzor qilamiz. Jo'jalarimizni yarimidan ko'p ketdi. Xudo xolisa bugun qisqa lo'nda ko'plar telefon qilyapti. Eski videolarimizni ko'rib, narxlarda ozgina muammo bo'lyapti. O'shaning uchun bugun yangi video qilib qo'yamiz. Chunki kuniga 500 so'mdan ustiga narxlar qo'shilib ketaveradi. Shuni hisobiga narxlar o'ynaydi. Xo'p, bo'lmasa ketdik. Hozir qisqacha obzor qilamiz. Bismillah. Do'stlar, bular qora shahzodalarimiz. Qora shahzodalarimizni kichiklari 2 oyga yaqinlashdi. 2 dona kattasi bor, hali ham turibdi. Kattalari 2 oydan oshgan 3 oyga yaqinlashyapti. Bularni kattalarini 2 donani 90 mingdan, kichkinalarini 70 mingdan qilib beramiz do'stlar. Qani endi Andijon qora jo'jalarimiz. Bu kichik jo'jalarimiz xudo xolisa 1 oylik bo'ldi. 200 taga yaqin bor, 180 ta yo 190 ta bor, shunga yaqin. Xudo xolisa bular ham sotuvda. Bularimizni 1 oyligini 25 ming so'mdan qilib beramiz. Hammasi sog'lom. Hammasi sog'lom. Vaksinalari bo'lgan. 34 kunligida yana bitta vaksina bo'lishi kerak. Olmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, bu vaksinasini ham o'zimiz qilib beramiz. Bir oylik 25 ming so'm. Bular Andijon qora jo'jalari. Endi yoqib o'tamiz. Do'stlar, bu yoqda 50 kunlik jo'jalarimiz bor. Xo'sh, hozir ichkaridan ochib obzor qilib beraman. Ellik kunlik jo'jalar bular. Bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Videolar eng kichik 0.5 ta olinyapti formatda. Shuning uchun qanaqa ko'rinyapti bilmayman. Pastdan ham olib ko'rsatamiz. Do'stlar, kattadan kattaroq bo'lib qolgan jo'jalar 50 kunlik bo'ldi. Bularning narxini xo'sh 43 ming so'mdan qilib beramiz. Bular hammasi aytilayotgan narxlar, bugungi narxlar, bugungi kundagi narxlar. Xo'sh, do'stlar, videomiz uzilib qolibdi. Qo'shib ketaman shu joyidan. Nimadir adashmovchilik, kamchilik bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Xullas kalom, jo'jalarimiz bular 100 kunlik jo'jalar. Xo'sh, bularimiz o'zi katta-katta bo'lib qolgan, xo'rozlari pashti qichqiraman deb qolgan, makiyonlari 1 oyda ichiga xudo xolisa inshaalloh tuxumga kirib qoladi. Xullas kalom, bularni narxini bugungi kundagisi 75 ming so'mdan qilib beryapmiz. 110 kunlik jo'jalar. Endi katta tovuqlarimizga. Katta tovuqlarni optimga sotamiz do'stlar. Bular donaga sal qimmatroq bo'lib qoladi. Optimga olsanglar sizlarga arzon tushadi. Xudo xolasa mana 3 ta bugunga mana 3 ta tuxum topibdi. Har kun tuxum beryapti, lekin juda ham kam foiz, hozircha kam foizi, 30% hozircha bor. O'shaning uchun qaysi tug'yapti, qaysi tug'mayapti bilmayman, lekin tovuqlar juda ham gigant tovuqlar. Qarang. 2 dona yoki 3 dona xo'rozimiz bor, qolgan hammasi makiyon. 65-64 ta, chunki 10 ta sotildi bundan. Xullas, bularni bugungi kundagi narxi 110 ming so'mdan optimga beramiz. Kim olsa hammasini donaga bo'ladigan bo'lsa 125 mingdan qilib beramiz. Hammasi gigant 10 oylik, 11 oylik katta tovuqlar. Do'stlar, qisqacha obzorimiz shu, bugungi videomiz. Kimga kerak bo'lsa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh, kimga qanaqa maslahat kerak bo'lsa ham chiqaveringlar, qo'ldan kelgancha maslahat beramiz. Dastavkalar 12 ta viloyatga bor. Manzilimizni eslatib o'tamiz. Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidanmiz. 12 ta viloyatga dastavkalar pullik bo'ladi do'stlar. Shoshiling. Oz qoldi. Bular 180 ta edi, hozirgi deydi 60 ta atrofida qoldi. Bulardan ham ketgan. Kichkina jo'jalarimiz 300 ta edi.
Xo'sh, 160 yoki 170 ta qoldi ulardan. Qora shahzodalarimiz hali turibdi. Boshida 10 tani sotganmiz, shundan keyin sotilmagan. Xo'sh, bu jo'jalarimizdan ham 160 ta bor edi adashmasam, hozir shu 100 tadan sal ko'proq atrofida bor. Bugungi obzorimiz shu do'stlar. Aloqaga chiqinglar, dastavkalar qilib beramiz, chiroyli qilib. Joylarimizni bo'shatishimiz shart, chunki yangi partiya kelish kerak. Joyimiz yo'q, shuning uchun u yoqda to'xtab turibdi. Hammalaringni kutaman. Videoda kamchilik, xatolar bo'lsa uzr so'rayman. Kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldiringlar do'stlar.